o'rtog'im девичникиga man bilan get девичник. To'g'risi umuman tushunmayapman qanaqa qilib bunaqa tez vaqt o'tayotganini, chunki kechagina biz birga angliyskiga borardik va ko'z yumib ochguncha vaqtdan 4 yil vaqt o'tib ketibdi. Men gapirishni ham bopladim. Короче, давайте obrazga qaytamiz. Men juda ham nima kiyishni o'yladim, chunki menda umuman rozoviy kiyim yo'q edi. O'rtog'im bo'lsa dress kodni именно rozoviy qo'ygan. Shunda ham harakat qilib o'rtoqlarimdan nima kiyimi bor bo'lsa hammasini so'rab tanlab oldim-da, ulardan olib o'zim qanaqadir obraz qilishga harakat qildim. Birinchi o'rinda men shu yubka bilan как бы princess obraz qilmoqchi edim. Bu meni semizroq qilib ko'rsatdi shekil, bilmayman, короче, lekin ikkinchi obrazim menga juda ham yoqdi. Va men ko'p o'yladim, linza taqmaymi deb, no taqqanimga ham qanaqadir vibe'ga ko'k linza bilan zo'r yarashdi deb o'ylayman. Короче, qanaqa fikringiz bo'lsa ham kommentda qoldirib ketinglar. Linzalar tushdimi yoki yo'qmi вообще. Ну и va nihoyat meni obrazim tayyor. Obraz sizlarga yoqdimi, yo'qmi, kommentariyada yozib ketinglar.